Tiljon akamiz bosh qismlari, qo'l qismlari. Assalomu alaykum, saxovatli va muruvvatli yurtdoshlar. Iltimos, menga yordam beringlar. Allohning qudrati bilan 3 yildan beri shu kasallik bilan azob chekyapman. Ota-onam, ayolim, farzandlarim qiynalib ketishdi. Mablag' topish ayolimning bo'ynida qolib ketdi. Qulog'im, qo'lim, oyog'imni payt tortish operatsiyalar qilish uchun 25 ming 30 ming mablag' zarur. Iltimos, siz saxovatli va muruvvatli yurtdoshlardan yordam so'rab qolaman. Qo'llaringdan kelguncha ehson qilinglar. Har bir qilinayotgan ehsonlar oxiratga zaxira bo'lsin. Alloh o'zi rozi bo'lsin. Har bir qilinayotgan ehson Allohim katta kichik gunohlaringga kafforat bo'lsin. Oxiratlarga zaxira bo'lsin. Alloh o'zi rozi bo'lsin. Murojaatlarni eshitdinglar. Haqiqatan ham ehsonga juda ham muhtoj. Qo'ldan kelguncha ekrandagi karta raqamlar o'zlariga tegishli ehson qilinglar. Ehson qila olmasangiz videoga birdan like bosib, kommentariyada izoh yozib qoldirib, hamda videoni repost qilib yuboring. Bo'ldi, mana shu akamiz uchun ehson bo'ladi.